Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi video darsimda men Tinkercad dasturi haqida ko'rsatib beraman. Bu dastur faqat sayt orqali ishlatiladi. Bu sayt bilan siz 3D modellarni yaratishingiz mumkin, shakllarni va shu bilan birga 3D printer uchun shakllar yaratib chiqarishingiz mumkin. 3D printer uchun va sxemalar yig'ishingiz mumkin va Arduino dasturiga sxemalar yig'ishingiz mumkin. Keling, bu saytga kiramiz hozir. Mana yozamiz. tinkercad.com deb yozsangiz, mana shu saytga kiramiz. Agar siz saytdan ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tamiz. Birinchi marta bu yerda bu asosiy maktab o'quvchilari uchun va maktab o'qituvchilari uchun sizdan bemalol foydalanishingiz mumkin. Keling, 3-sini tavsiya qilaman bosishni. Bu yerda siz Google akkaunt bilan ro'yxatdan o'tamiz hozir. Hozir sizni pochtangizga beri hozir qayerdanligini ko'rsatishimiz kerak. Mana hozir ochildi. Ro'yxatdan o'tib, sizda boshida ana O'zbekiston deb chiqadi. Davlatni ko'rsatishingiz kerak va tug'ilgan kuningizni ko'rsatasiz va dali qilasiz. Dali qilganingizdan keyin sizni pochtangizga maxfiy kod keladi. Shu maxfiy kod bilan siz tasdiqlaysiz va saytga kirishingiz mumkin. Keling, bu saytda nimalar qilishingiz mumkin? Bu saytda siz bemalol bunaqa sxemalar yig'ishingiz mumkin, 3D proyektlar qilishingiz mumkin, video darslar, qo'llanmalar bor. Yaxshi tavsiya qilaman. Keling, biz hozir birinchi sxema yig'ishini ko'rsatib beraman. Bu sxema yig'ishda oldingizda lampa, batareya bo'lmasa ham bu yerda sinab ko'rishingiz mumkin. Bu yerda boshida ko'rsatsam, bu rangi, bu liniya qalinlik darajalari va bir asosiy asboblarimiz. Keling, biz hozir birinchi batareyani olamiz, oddiy sxema yig'ib ko'ramiz va bu yerdan biz lampani tanlaymiz. Agarda sizga kerakli qurilma bo'lmasa, bu yerdan bosamiz. Har bitta qurilmaga nom berishingiz mumkin. Keling, save qilamiz. Hozir ana lampani topdim. Hozir e'tibor bergan bo'lsangiz, ikkita qurilmani qo'ydim. Bu yerda nomlashingiz mumkin. Bizga hozir nom kerak yo'q. Ana endi ikkita lampadan ikkita kontakt bor, batareyadan ikkita kontakt bor. Lampa qutubi yo'q, ya'ni plyus minus yo'q. Siz xohlagan rangda ulashingiz mumkin. Almashtirib ulashingiz mumkin. Keling, ulash uchun mana har bitta qurilma oldiga yetsangiz, to'rtburchak qizil kontakt aktivlashadi. Bosamiz. Agar siz egriroq chizgan bo'lsangiz qo'rqinchli emas. Siz xohlagan payt to'g'rilab olishingiz mumkin. Gorizontal va vertikal shaklda. Mana endi ikkinchi qutubni o'zi ikkinchi simni ulaymiz. Mana bu ham hozir bizga chiroyli chiqmadi. Chiroyli qilishimiz ham mumkin. O'zimiz xohishimiz ana. E'tibor bergan bo'lsangiz, ajralib turish uchun plyus tokimizni qizil qilaman. Bunisini qora qilaman. Ya'ni odatiy qora rangga bo'yayman. Ana endi buni ishlashini ko'rmoqchi bo'lsak, ya'ni bu sxemada biza mana bu e'tibor berganimiz bu sxema bera oddiy sxemada ko'rinishi mana batareya, lampamiz. Bu ko'rinishlar. Ana endi buni sinab ya'ni ishlash faoliyatini ko'rmoqchi bo'lsak, yana e'tibor bergan bo'lsangiz, ana lampochkamiz yonib turibdi. To'xtatishimiz mumkin. Bu yerda vaqt ketyapti. Yana asosiy har bitta proyektimiz nomini o'zgartirishimiz mumkin. Mana bu yerda nomi. Birinchi dars bilan o'zgartirdim. Keling, bu lampochkaga knopka qo'yamiz. Knopkalar, har xil knopkalarimiz bor. Mana bu knopkadan foydalanib ko'ramiz. Keling. Kerak emas narsani uddalik qilmoqchi bo'lsak, uni belgilab olishimiz mumkin. Ham ustiga sichqonchani bosamiz, delete bosishimiz mumkin. Orqaga qaytarishimiz mumkin yoki belgilab olib delete tugmasini bosishimiz mumkin.
keling, yana qana e'tibor bergan bo'lsangiz, kontakt qizil bo'ldi. Sichqoncha aytgan payt ulayman. Agar siz birdaniga ulagan bo'lsangiz ham bo'ladi. Bunda keyinchalik buni chiroyli ko'rinishga keltirishingiz mumkin. Yani ustiga 2 marta bo'lsangiz, siz nuqtacha paydo bo'ladi va to'g'rilab oldim. Ana endi bunda ishlash faoliyatini ko'ramiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, tobza knopkani bosmagunimizcha yonmaydi. Knopkani bosib yonadi. Qo'yardim, o'chdi. Ya'ni bu doimiy yopishib turmaydi. Bitta bosgan payt kontakt beradi, qo'yarsak o'chadi. To'xtataman animatsiyani. Sxemasini ko'rishingiz mumkin. Mana knopkamiz, lampamiz, batareyamiz. Keling, knopkani endi o'zgartiramiz. Bu knopkada 3 ta kontakti bor. O'rtasi asosiy kontakt hisoblanadi. Mana sxemani chizdik. Keling, ishlashni ko'ramiz. Qani hozir ishlamayapti. Knopkani boshqa tomonga bursak, ishlab turibdi. Bu tomonga o'chadi. Yonadi, o'chadi. Yonadi, o'chadi. Tushunarli-a? Sxemasini ham ko'rishingiz mumkin. Mana sxemasi. Ya'ni bu 3 ta kontaktli bo'lgani uchun bitta kontaktimiz bo'sh turibdi. Siz lampa o'rniga diod ham qo'yishingiz mumkin. Keling dioddan foydalanamiz. Diod. Ya'ni kerakli qurilmani tanlaymiz va sichqonchani bosib tortamiz. Diodda qutubi bor. Rangini o'zgartirib kabelni ishlatib ko'ramiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, ana hozir qutb noto'g'ri qo'yganimiz uchun yana plyusga minusga qismlarni almashtirdik. O'sha uchun ishlagani yo'q. Keling, uni to'g'rilab olamiz hozir. Lampochkani aylantirishimiz mumkin o'zimiz istagancha. Ya'ni shaklni aylantirish bu. Yoki aytgancha o'tib ketdik. Sichqonchalik buni bossak ham bo'ladi. Oyoqlarni almashtirishimiz mumkin edi. Keyin qaytadan chizamiz. Qiyin emas, oddiygina. Ana endi ishlatib ko'ramiz. Yonib turibdi, e'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda aytib ma'lumot ham chiqib turadi. Ya'ni svetodiodimiz 20 mA gacha ishlaydi. Bu holatda kuyishi mumkin lampochka. Ya'ni orasiga qarshilik qo'yishimiz kerak. Bu yerda hozir bu liniyani uzaman. Belgilab olaman, delete bosaman. Qarshilik qarshilikni nomlashimiz mumkin va kilo ohmni ko'rsatishimiz mumkin. Hozir bunga ko'rsataman. Diod qarshilikni to'g'rilab olaman. Hozir e'tibor berganimizda ustiga 2 marta bo'lsak, 1 kilo ohmlik qarshilik qo'ydik. Ishlatib ko'ramiz. Lampochkamiz yondi, xira. Lekin kuymaydi. Hech qanaqa ogohlantirish yo'q. Ya'ni biz sxema yig'ayotgan payt xato bersak, bizga ogohlantirish beradi. Keling, yana qarshilikni kamaytiramiz. Mana bu yerdan biz kilo ohm, mega ohmlarni tanlashimiz mumkin.
Hozir 100 ohm qarshilik tanladim. Ishlatib ko'ramiz. Hozir o'chib turibdi, yondi va oldida undov paydo bo'ldi. Sababi e'tibor bergan bo'lsak, 65 milliamper bo'lyapti. 100 ohm qo'ygan payt lampamiz 20 milliamper, svetodiodimiz 20 milliamper da ishlaydi maksimum. O'sha uchun, ya'ni qarshiligimizni kattalashtirishimiz kerak. Keling, qarshilikni kattalashtiramiz. 500 ohmga. Hozir yonib turibdi, ya'ni har bitta svetodiodga tavsiya qilinadi tok kuchini kamaytirish uchun qarshilik qo'yish kerak sxemalardan. Siz bemalol shundoq har xil sxemalar yig'ishingiz mumkin va shu bilan birga yana qo'shimcha qurilmalarni ishlatishingiz mumkin. Keling, svetodiod o'rniga motorni ishlatib ko'ramiz. Ya'ni qurilmalarni olib tashlaymiz. Kerak emas qurilmalar. Bu yerda motor ham bor. Mana bu motorchamiz. Motorimizda 9 voltli bo'lgani uchun qutubi bor, plus minus. O'chdi, ishladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, hozir qutubi noto'g'ri ulangani uchun minus оборотni ko'rsatyapti, ya'ni teskari aylanyapti. Orasiga nuqtalar qo'shishingiz mumkin. Endi ishlatib ko'ramiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, endi o'ng tomon aylanyapti, to'g'ri aylanyapti va оборотni ham ko'rsatib beryapti. Ya'ni shunday bemalol sxemalar yig'ishingiz mumkin. Bu yerda qog'ozdagi versiyadagi sxema, kalit, batarey, motor. Siz murakkab sxemalar yig'ishingiz mumkin. Bu yerda yana ajoyib qurilmalar bor. Keling, fotorezistordan ham foydalanib ko'ramiz. Ishlatib ko'ramiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, sekin aylanyapti. Chunki foto qarshiligimizdan tok kam o'tyapti. Endi quyosh yorug'ligini tushiramiz. Оборот ko'paydi. Ya'ni foto qarshilikka quyosh qancha kam tushsa, undan tok kam o'tadi va motorimiz sekin aylanadi. Ko'rishingiz mumkin.
bu proyektni agar buni saqlanib qilish kerak, o'zi avtomatik ravishda saqlab ketaveradi. Har 30 sekundda ham saqlab boradi. Chiqishimiz mumkin. Agar asosiy oynaga o'tmoqchi bo'lsak, bossak, asosiy oynaga o'tamiz. Asosiy oynada qilgan proyektlarimiz ko'rinib turadi. Mana hozir qilgan proyektlarim, mana chizgan sxemalarim. HD proyektlarni qilishingiz mumkin. Bu keyingi video darsimda ko'rsatib beraman. Mana bu proyektlarim. Ochishimiz mumkin. Xohlagan payt izminlik tugmasini bossak, proyektimiz ochiladi. Mana bu. Sichqonchani g'ildiragini o'zingizga tortsangiz uzoqlashib boradi. Ekran tomon qimirlatsangiz kattalashib boradi. Ya'ni bu saytdan siz bemalol sxemalarga yig'ib fizika darsida qo'llashingiz mumkin va shu bilan birga 3D modellarni qilishingiz mumkin. Mana bu yerda hozir qo'shimcha materiallar bor, ko'rib chiqish mumkin. Har xil shakllar, qo'llanmalar bor. Sog' bo'ling, keyingi videoda ko'rishguncha.